Ayol deganda faqat bu uyda o'tir, to'q bo'l shuni tushunadi. Ayol bu bitta shaxs bu ham bitta odam. Erkak qanday huquqqa ega bo'lsa, ayol ham shuna huquqqa ega. Bu bir. Ikkinchisi, O'zbekistonda ayol bilan erkak deyarli 50 ga 50. Bir 500 mingmi, 700 ming erkaklar ko'proq xolos. Bu degan nima degani? O'zbekiston aholisi 38 milliondan oshgan bo'lsa, 19 million atrofida ayollarimiz bor akalar. O'ylash kerak odam. Yaxshi o'ylash kerak. 19, 20 million salkam erkaklar bor. Ayollar va ayollarga xos bo'lgan, mos bo'lgan ishlarda, hunarlarda chetda o'tirgan shu qishloq, shu biz viloyat, Farg'onaliklar biz. O'zimizdan kadrlar chiqarmasak ayollarni. Ertaga holimiz nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Siz bilan meni qilgan bu taqvoyimiz nima taqvo deb o'ylaysiz? Doktorga borsak ayol doktor yo'q. Tish doktoriga borsak tish doktori ayol doktor yo'q. O'zi ayol doktor yo'q. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana haqdagi taqvoyimiz bir tiyin bo'lib qolmaydimi? Batta ayolimiz, qizimiz, xotinimiz, onamiz ahallab dod deb yotsa, o'zi qilish kerak, qonini ochib ko'rish kerak, ezib ko'rish kerak, appendisni bilish uchun. Ushab ko'rish kerak. Shuni kim o'ylaydi? Shuni men turib, mana miyam olmay qoladi men. Bugungi bemaza taqvo qilayotganlarni. Hasan al-Basri o'g'lingni o'qitsang, tarbiya qilsang, bitta odam tarbiya qilgan bo'lasan, qizingni tarbiya qilsang, jamiyatni tarbiya qilgan bo'lasan deganlar. Hasanul Basri avliyo bo'lgan, olim bo'lgan. Hasanul Basriyni hayoti biz uchun nasihat. U odam siz bilan mendaqa oddiy abichli odam bo'lma, avliyo bo'lgan bu odam. Bekorga Hasanul Basri deyilavermaydi. Shular aytib turibdi-yu, "Ey, o'g'il tarbiya qilsang, bitta shaxs tarbiya qilding. Qizingni tarbiya qilsang, qizingga ta'lim bersang, jamiyat tarbiya qilgan bo'lasan." Nimaga? Sabab bolani kim tarbiya qiladi? Ona tarbiya qiladi. Ayol deganda faqat bu uyda o'tir, to'q bo'l shuni tushunadi. Ayol bu bitta shaxs bu ham bitta odam. Erkak qanday huquqqa ega bo'lsa, ayol ham shuna huquqqa ega. Bu bir. Ikkinchisi, O'zbekistonda ayol bilan erkak deyarli 50 ga 50. Bir 500 mingmi, 700 ming erkaklar ko'proq xolos. Bu degan nima degani? O'zbekiston aholisi 38 milliondan oshgan bo'lsa, 19 million atrofida ayollarimiz bor akalar. O'ylash kerak odam. Yaxshi o'ylash kerak. 19, 20 million salkam erkaklar bor. Ayollar va ayollarga xos bo'lgan, mos bo'lgan ishlarda, hunarlarda chetda o'tirgan shu qishloq, shu biz